Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərlə qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay Şərq Türkistandakı bulan talanglarını küçəyitməkdə. Aldınqı 8 ayda Şərq Türkistan tümür yol portu arqılı qatnagan Xitay-Avropa növbətçi poyezi bulturqa o'xshash mezgildagidan 10,4% oshgan. Xitoyning rasmiy tashviqot organlarining xabarlarida bildirilishicha, oldingi 8 oyda Sharq Turkistonning Alatov temir yo'l porti, Qo'rg'os temir yo'l porti orqali qatnagan Xitoy-Yevropa navbatchi poyezi 11,722 bo'lib, bulturqa o'xshash mezgildagidan 10,4% oshgan. Növbətdə Şərq Türkistanның 200-dən artıq dövlət və rayon bilan savdo aloqasi bor bo'lib, har qaysi tosh yo'l, temir yo'l liniyalari orqali chegara eg'izlaridan chiqayotgan mallarning eshish sur'ati shiddat bilan oshgan va faqat 2024-yilda 400 milliard yuandan oshib, butun Xitoydagi barliq o'lka avtonom rayonlarining oldingi qatorida turgan. Növbətdə Şərq Türkistanda qo'sh taraflik xalqaro yo'l transport liniyasidan 119'i echilgan bo'lib, butun Xitoydagi umumiy miqdorning 3/1 qismidan ko'pragini egallaydi ekan. Shundaqla havo yo'llari orqali bulang-talang qilish liniyasidagi transport aerodromi 28 ga, tijorat qilayotgan xalqaro va rayonlik yo'lovchi tashish liniyasi 31 ga yetib, boyliqlarimiz Turkiston Jumhuriyatlari, Janubiy Osiyo, O'rta Sharq va Yevropaga uzluksiz to'shilmoqda. Bu yil 9-oyning 8-kunigacha Qo'rg'os porti orqali chegirdan chiqqan tovar avtomobil 240 mingdan oshib, Xitoyda ishlangan tovar avtomobillarining bulturqa o'xshash mezgildagi eksport eshish nisbatini yana bir qatim yangilagan. Sharq Turkiston navbatda faqat Sharq Turkistonning boyliqlarini bulang-talang qilish markazi bo'lib qolmay, balki butun Xitoyda ishlab chiqarilgan mallarning 60% ga yaqini vatanimiz Sharq Turkistondagi har qaysi chegara eg'izlari orqali chet ellarga yo'llanmoqda ekan. Xitoyning statistika sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 7 oyida Sharq Turkistonning tashqi savdo import-eksport umumiy qimmati 321 milliard 20 million yuanga yetib, bulturqa o'xshash mezgildagidan 27,3% oshgan. Xabarda atalmish Xinjiang temir yo'l tarmoqlari ilgari keyin bo'lib, Qo'rg'os vokzali maydoni ham almashtirib qachilash maydoni, Lanzhou Xinjiang temir yo'lining Jingdan Alatovgacha bo'lgan ko'paytib yasalgan ikkinchi liniyasi qatorliq turlarni tamomlab, Xitoy-Yevropa navbatchi poyezi g'arbiy yo'li iqtidorini yanada kuchaytirib, Qozog'iston temir yo'l tarmoqlari bilan moslashib, masqadamda ularning port ham orqa saf yo'llarining iqtidorini oshirish bo'yicha o'zgartishni qanot yaydirib, Xitoy-Yevropa navbatchi poyezining transport iqtidorini sijil oshirib, Sharq Turkistondagi talon-taroj siyosatining uzluksiz eshiyotganligini davron solgan. Bütün bu talon-tarojlar har jihatdan irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Sharq Turkiston xalqining untinsiz bostirilishi ostida elib berilayotgan bo'lib, Xitoyning uzluksiz elib berayotgan ko'z bo'yamchilik siyosatlari, xalqaroda ko'plab tilga ilingan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni, insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik qatorliq sadolarni o'chirishga tirishmoqda. O'z manfaatlari uchun Xitoyning jinoyatlariga ko'z yumayotgan, ko'z yumish bilan qolmay, Xitoyning jinoyatlarini oqlashga tirishayotgan davlatlar va xalqlar bo'lsa, amaliyotda bu asrdagi eng qonxo'r diktator Xitoy rejimining ostida yo'q qilinayotgan Sharq Turkiston xalqining qon yoshlari bilan bo'yalgan tovarlar va manfaatlarga erishish halakchiligida bo'lmoqda. Xitoy yana 60 dan ortiq davlat parlament a'zolarini aldab ketdi. Xitoyning ko'z bo'yamchilik siyosatining bir qismi bo'lgan 2025-yillik Xalqaro parlament a'zolari do'stona almashtirish munbiri 14-sentabr Urumchida o'tkazilgan bo'lib, yig'inga Xitoy tarafdan atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sobiq qo'rjaq raisi, Xitoy xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Shuhrat Zakir, Xitoy sekretari Chin Shaojang va qo'rjaq rais Erkin Tunyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Abilmajin, Yang Wanming, Chen Mingo qatorliqlar va 60 dan ortiq chet el parlament a'zosi qatnashgan. Mazkur yig'inning bosh temasi dunyoviy hamkorlik munosabatini o'rtaq barpo qilib,
imkoniyatlik sijil o'rtaq taraqqiyotni birlikda ilgari surayli deb qo'yilgan bo'lib, Shuhrat Zokir asosiy maqsad so'zi qilgan. 5 qit'adan kelgan 60 dan ortiq chet el parlament a'zosi qatorliq 260 dan ortiq kishi qatnashgan yig'inda Liberiya Avam palatasining boshlig'i Cohen, Serbiya xalq parlamentining muavin boshlig'i Jerlik, Yangi Zelandiyaning sobiq parlament boshlig'i Carter, Dominika parlamentining boshlig'i Isak, Laos parlamentining muavin raisi Soma qatorliqlar so'z qilgan. Shuhrat Zokir so'zida Xi Jinpingni og'ziga tegmay maqtab, har qaysi parlament a'zolarining munbarning bosh temasini cho'ridab, to'g'ri va aniq tushunchalarni hambaharlab, tajribalarni almashtirishni kuchaytirib, o'zaro o'rganish, o'rnak elishni cho'nqurlashtirib, Xi Jinpingdan qattiq o'rganib, dunyoning texmi go'zal kelgusini o'rtaq yaratish uchun aql farosat va kuch qo'shishini umid qilaman deb chalva qildi. Çin Şavjan bo'lsa, bu qitimqi munbarni fursat bilib, har qaysi davlatlar bilan birlikda dunyoviy taraqqiyot tashabbusi, dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy madaniylik tashabbusi qatorliq bir muncha safsatalarni satdi va o'zaro manfaat yetkazish asosida o'rtaq foyda elishni ishga oshirishni xohlaydiganligini bildirdi. Yig'inda so'z qilgan har qaysi davlat parlament a'zolari Xitoyning safsatalariga butunlay bosh ekan holda Xitoy bilan o'rtaq qadam bosishda qat'iy ekanligini bildirishib, Xitoyga bo'lgan sadoqatini va hayronligini ifodalashdi. Munbarda yana atalmish bir balvoq bir yo'lni yuqori sifatlik o'rtaq barpo qilish, milliy rayon avtonomiyasi va atalmish kishilik huquq kapolati, atalmish osonliq millatlar madaniyatini qo'g'dash qatorliq temalarni cho'ridab 7 tarmoq munbar o'tkazilgan bo'lib, Xitoy doiralari bu yig'inlarning hammasida o'zlari eng qattiq dafsanda qilayotgan haq-huquqlarni eng mukammal ado qilayotganligini bildirib, ko'zbo'yamchilik qildi. Xitoy bu qatimmo mazkur parlament a'zolarini vatanimizning har qaysi joylarida oldin tayyorlab qo'yilgan sayohat rayonlarida aylantirgan bo'lib, ular Sharq Turkiston xalqining baxtli turmush kechirayotgan xushallanarlik manzirini ko'rganligini, atalmish Shinjon qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarning faxrlanishga arziydiganligini, o'zaro o'rnak elishning qimmatli fursati bilan ta'minlaganligini bildirishgan. Yevropa ittifoqi bilan Trump Rossiya energiyasiga jazo yurgizish masalasini muzokara qildi. Yevropa ittifoqi komiteti raisi Ursula von der Leyen seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Amerika prezidenti Donald Trump bilan Ukraina urushi sababli Rossiyaga qarshi besimni kuchaytirishning qo'shimcha qadamlarini muzokara qilganligini aytdi. Von der Leyen X-Store supasida hambaharlagan uchurida Trump bilan iqtisodiy besimni kuchaytirish uchun o'rtaq tirishchanligimizni kuchaytirish to'g'risida ijobiy suhbat o'tkazdim dedi va so'zini davomlashtirib, Yevropa ittifoqi komitetining Ukrainaning 2022-yildagi tajovuzchiligidan buyongi Rossiyaga qarshi 19-qatimliq jazo loyihasi taklifini yaqinda sunadiganligini bildirdi va energiya sohasini nishon qilgan tadbirlarni o'z ichiga oladiganligini qayd qildi. Trump Moskvani jazolashni boshlashdan burun ittifoqdoshlaridan Rossiya neftini sotib olishni to'xtatishni talab qilgan. Xitoyga bo'lsa tamojna beji orqali zarba berishni aytgan edi. 27 a'zo davlatdan tarkib topgan Yevropa ittifoqi Kreml sarayining 2022-yili Ukrainaga qilgan hujumidan keyin Rossiya neftining zo'r bir qismini import qilishni allaqachon cheklagan bo'lib, 2027-yilning oxirigacha Rossiyadan neft va tabiiy gaz sotib olishni bosqichli holda butunlay to'xtatishni planlamoqda. Von der Leyen Bryusselning texmi tez harakat qilishni nishon qilayotganligini o'tirg'a qo'yib, qazilma yiqilg'ulardan kirgan kirimlar bilan jallanayotgan Rossiyaning urush iqtisodi Ukrainada eqiyotgan qonning iqtisodiy manbasi bo'layotdi. Buningga xotima berish uchun Yevropa komiteti Rossiyaning qazilma yiqilg'ularini import qilishni bosqichli bekor qilishni tezlatishni taklif qiladi deganlarni so'zlariga ilova qildi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.